Bu oddiy kofir emas, dinni bilib, keyin dindan chiqib ketgan murtad hisoblanadi deyapsan. Sen kimsan? Ekspertmisan yoki bir tinga qimmat shayxing ham ekspertmi? Qaydan bilishding meni dindan chiqib ketganimni? O'zim e'lon qilmagan bo'lsam, Qur'on deyotgan bo'lsam, hadisda Muhammad alayhisalomga tuhmat deyotgan bo'lsam, hujjatlar bilan gapiryapman. Qachonki Qur'on oyatlari haqida gapirsam, u qaysi surada kelgan va qaysi oyatligini aytib qo'yapman. Agar hadisdan gapiradigan bo'lsam, qaysi kitobdan olingan va raqamlargacha aytib qo'yapman. Shu dindan chiqib ketish bo'ladimi? Befarosat kim deb o'ylayapsan o'zingni? O'zing bir xo'l to'shak odam bo'lsang, xotiningni orqasidan tirikchilik qiladigan odam bo'lsang, nimaga kirilasan? Bir tuzuk quruq dokumenting ham bo'lmasa, xolasa politsiyaga aytsin deyapsan. Agar politsiyaga aytadigan bo'lsam, u chiqqan joyingga tiqib qo'yishadi. Esingdan chiqib qoldimi qamalib chiqqanlaring Amerikada, turmada o'tirganlaring esingdan chiqib qoldimi? Agar bu ish bo'yicha politsiyaga aytadigan bo'lsam, chiqqan joyingga tiqib, o eneniga tiqib qo'yadi. O'zingcha unaqa katta gapirmagin bir joyda, meni hech kim eshitmaydi deb. Pisib, o majlisga ham kelmagansan. O'zingcha telefonli xabar jo'natgansan. O Jamilga ham aytib qo'ygin, qisib yursin. Tekshirilmagan ma'lumotni ko'tarib yurmasin unaqa. Qachon sen meni oldimga kelding? Qachon 4 soat sen bilan gaplashdim? Sen men bilan 4 soat gaplashadigan odam emassan. Meni oldimga kelib gaplashadigan ham odam emassan sen. Chunki sendaqalarga meni vaqtim yo'q. Sendaqa bekarchi isqirtlarga. Agar mana shu qilgan ishlaringni xotining eshitsa endi, mana shu video efirga uzatilgandan keyin xotining eshitsa baloga qolasan. Qisib yurmaysanmi deydi. Senga kim qo'yibdi men haqimda gapirishdi? Senga kim qo'yibdi? Yurarding-ku so'tak bo'lib. Nonko'r